2025-yil 8-aprelda do'stlar Vanderkot o'rigimizda do'stlar yaganalab, toqalab chiqyapmiz do'stlar. Mana 5 yoshli daraxtini ko'rsatib qo'ying yaqinroqda. Mana Vanderkot o'rigi shu holatda juda ko'p oladi. Bu o'zini kuchli chaynatadi. Yaqinroqdan ko'rsatavering. Maytoz 30 ta meva bo'lsa, buni kamida do'stlar 20 tasini olib tashlaymiz. Mana shunaqa qilib toqiladigan mana. Olib tashlanadi do'stlar. Xuddi mana shu holatda qilsalaring, o'zi o'sha biz videoda ko'rsatgandaqa mana. Biz videoda ko'rsatgandaqa karobkaga uziladi do'stlar, mana. Ko'p joylarda biz 4 yil, 5 yil oldin buni ko'chatlarni berganimizdan xuddi mana shu holatda video rasmdan tashyapti. Bu holatda bo'lmaydi. Bu videoni o'shalar uchun, klientlar uchun maxsus qilyapmiz. Zakaz berganlar uchun mana bir qarishda do'stlar 30 ta 40 ta bor do'stlar. Shunaqa qilib toqalash xizmatidan foydalanish kerak. Chunki sifatsiz meva bo'lib qoladi, mayda bo'lib qoladi kalibri mana. Mana. 1 2 3 4 5 6 dona qoldi. Bu ham ko'p do'stlar o'zi. Mana shu holatda qilsalaring, kalibr yirik 8 ta 10 tasi bir kiloga chiqaveradi do'stlar. Mana bizda hozir bog'da 5 yashar daraxti eng katta bog' Farg'onada. Mana. Toqalangandan keyingi holati mana shu holat do'stlar mana. Bunisini ham devcha qilib bemalol sotsalaring bo'ladi. Do'stlar, buni ko'chlardan biz ko'paytirib qo'yganmiz. Hozirdan zakaz oldik. Bu yil Vanderkotda ko'chatning narxi do'stlar 25 ming, 30 mingga chiqib ketdi. Tezroq zakaz bersalaring do'stlar, 10 gektar, 15 gektar yerlarga ekmoqchi bo'lsalaring, hozirdan zakaz olishni boshlaganmiz. Uje ko'chatlarimizni sotishni boshladik. Arzonroq olishlaring mumkin do'stlar. Eng ishonchli va sifatli ko'chatlar bizda bo'ladi, chunki buni bog'i 5 yoshli, 6 yoshli bog'lari o'zimizda do'stlar. Shulardan kaltayni olib ko'paytirganmiz. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'lasizlar.